Farzandingizni o'ta itoatkor qilib tarbiyalamang. Unga ushbu 9 ta narsani aytganingizga amin bo'ling. Birinchisi, kimga gapirishingdan qat'iy nazar baland va o'zingga ishonib gapir. Odamlarni ko'ziga tik qarab gaplashishdan qo'rqma. Ikkinchisi, muloqotdan qo'rqma, sinfdoshlar do'stligiga aldanib qolma. Uchinchisi, o'qituvching iltimos qilsa ham xohlamagan narsangni rad etishdan uyalma. To'rtinchisi, sinfdoshlaring yomonlasa, unga dadil javob ber, o'zingni himoya qil. Beshinchisi, kimdir sendan narsa so'rasa, agar xohlamasang rad etishdan uyalma. Oltinchisi, seni xafa qilsa darrov ota-onangga ayt, ular seni doim qo'llab-quvvatlaydilar. Yettinchisi, o'qituvching senga qanday munosabatda bo'lishiga ortiqcha e'tibor berib yuborma. Sakkizinchisi, adolatsizlikka duch kelsang, rad etishga jur'at et. Jim qarab turma. To'qqizinchisi, har doim o'zingga bo'lgan ishonchni saqla. Hech kim o'ziga ishonmaydigan odamni yaxshi ko'rmaydi. Bunga nisbatan sizning fikringiz qanday? Albatta izohlarda yozib qoldiring va bolalarni rivojlantirish haqida eng foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun profilimizga obuna bo'ling.